Sotuvda legendarniy Volvo Euro 5 Krone Persep bilan birgalikda tegach 2011-yilda ishlab chiqarilgan, Persep 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Akalar, buni zo'r narxda olsanglar bo'ladi. Maqsad realniy sotish ekan. Narxi videoning oxirida. Ishga tayyor holatda, buni hech qanday kamchiliklari yo'q. Akkumulyatorlar yangi almashtirib qo'yilgan. Tegach balonlarning holatini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Yangi qo'yilgan. Bu mana orqa balonlarning holati. Baklari bu tomonda 400 ta, u tomonda ham 400 talik bak bilan jihozlangan. Sepi balonlarning holatini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita balon yangi qo'yilgan. Qolganlari 70% atrofida turibdi. Moslari BPM mosi, tormozi, diskivi. Mana Persep ichini ko'rsanglar bo'ladi. Usilini qilingan, taxtalari hammasi joyida turibdi. Buni tomidagi tentini yangi qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Mana salon ichki holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. 2 talik spalni, 6 talik mexanik korobkada yurgan masofasi 1,777 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ratsiya taxograflari bor, 100% ishlaydi. Avtonomka, xolodilniklari ham 100% ishlaydi akalar mana. Ana endi hamma uchun eng qiziq bo'lgan joyi, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 44.960 dollar deyilyapti. Lekin realniy oladigan odamga testda yaxshigina o'tib beriladigan joylari bor. Qiziqqonli egalariga telefon qilishingiz mumkin. Telefon raqami videoning past qismida bo'ladi. Manzil akalar Namangan viloyati, Namangan tumani, Xonobod qishlog'ida turibdi. Buni aytib o'tilganda hech qanday kamchiligi yo'q. Olasiz, ishga chiqarib yuboradigan holati, motor korobkalarda umuman rasxod yo'q ekan akalar. Videoga like bosib, Volvoning haqiqiy ishqibozlariga bu videoni jo'natib qo'yishim esdan chiqmasa, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Sotuvdagi furalar hali oldinda. Hammaga rahmat.